Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari, hurmatli qimorishkorlar. Ko'pchilik so'rayotgandi, ko'chlar tayyor bo'lyaptimi? Qanaqa ketyapti? Holatlarini ko'rsatib o'tsangiz deganda, hamma uchun biringni bir yo'la bitta video qilib Bugun ikkinchi partiyasini yurishtirib chiqdik. Tanovlarni. Bu birinchi partiya, bu hali 3 haftalar tayyor bo'ladi. Bular endi 45 kun o'ralib tayyor bo'lsa kerak, 40 kun. Holatiga qaraymiz. Mana tayyorlangan ko'chlarimiz holati. Hammasi sog'lom. Shunaqa gavhar to'lgan, semiz ko'chtadan. Asosiysi 32 talik aslida bo'lyapti. Ko'chat baquvvat bo'ladi, ildizi mustahkam bo'ladi. Kokos bilan torta tayyorlangan. Hozir ichida perlit ham bo'lishi mumkin. Bo'lmasligi mumkin. Yana har xil joylarda qo'shilib bo'lgan, kam qo'shilgan. Mana ishlari bilan video qilib o'tamiz. Hammasi mana sog'lom ko'chlar. Bu degani iyulda tayyor bo'lsa kerak bu partiyamiz. Iyul lesida. Birinchisidami. Bunimiz shu iyunning 20-da tayyor bo'ladi. Iyunning 20-dasida tomondan ko'rsatib o'taman. Bunda ozgina xatolik bo'lgan, chunki pikir qilgan vaqti baglar hozir kuyib bo'lgan. Mana. Bu 10 kunlik holatida ishmasam. Endi ishlagan bular. Bular endi shu 3 hafta oralida tayyor bo'ladi. Bularimiz esa 2 hafta oralida 45 ga taraf tayyor bo'ladi. Qo'shqanamiz holati mana shunaqa. Qo'l bola bo'lgan, unaqa mukammal qilinmagan. Asossiz ko'chat tayyorlab olsa bo'ldi deganmiz. Shuning uchun joy aytib mukammal qilmaganmiz teplitsa sharoitida. Oddiy mana stoykalarda temirda 75 setkamiz bor edi, qalinroq o'shadimi? Boshqasi qilinmagan. Mana shunday holatda ko'rsatuvlarimiz. Ko'chat kerak bo'lsa bemalol murojaat qilib, maslahat kerak bo'lsa ham maslahat beramiz. Shu agrotexnikasi bo'yicha ham konsultatsiya qilib ma'lumot beramiz. Ishtirish bo'yicha. O'zi tajribasi kelib chiqqan holatda. Biznes qilmoqchi bo'lganlar 5 sotixdan sal ko'proq ekish kerak. Shunda biznes bo'ladi bu. 10 sotixdan ko'proq bo'lsa biznes bo'ladi. Agar buni 3-4 sotix qilsa, bu biznesga aylanish uchun 1-2 yil vaqt kerak bo'ladi. Shuning uchun hamma ko'chatini o'sha sotixiga qarab hisobini olib, keyin o'shani anaqa olish kerak, maslahat qilib olish kerak. Biznes qilmoqchimi yoki uy ro'zg'ori uchun ozroq chiqib tursa bo'ldi demoqchimi? Shunaqa maslahat qilib eksa bo'ladi. Bizda shu holat hozircha.